Davom etamiz. Uzun tumanida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini aholi o'rtasida keng targ'ib qilish borasida e'tiborga molik ishlar olib borilmoqda. Mavzu tafsilotlari galdagi lavhamizdan o'rin olgan. Ushbu video selektor yig'ilishida davlatimiz rahbari tomonidan bir qator ustuvor vazifalar belgilab berilgan edi va ushbu vazifalar ijrosi tumanlarda joylashgan sport maktablarida olib borilmoqda. Ushbu jarayonlarni o'rganish maqsadida biz Uzun tumanda joylashgan sport maktabiga keldik. Tumanda sport sohasida marralar katta olindi. Avvalo, ommaviy sportni rivojlantirish asosiy yo'nalishlardan biri sifatida belgilandi. Mahallalarda aholining sport tadbirlarida ishtirokini oshirish, minglab fuqarolarni jismoniy tayyorgarlik sinovlariga jalb qilish ko'zda tutilmoqda. Belgilangan rejaga muvofiq 2026-yilda 600 dan ortiq sport musobaqalari tashkil etilib, 80 ming nafar yoshlarning qamrab olinishi maqsad qilingan. Shu bilan birga 336 ta sport infratuzilmasini yaxshilash, zamonaviy maydonchalar barpo etish va sohada faoliyat yuritayotgan o'qituvchi hamda mutaxassislarning malakasini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Tumanimizning o'zida so'nggi 10 yilda sportni rivojlantirishga 60 milliarddan ziyod mablag' ajratildi. Biz haftani bir kunini ommaviy sport bilan shug'ullanish kunida belgilab olamizda, fuqarolarimizni o'sha sport bilan shug'ullanishini tashkillashtirishni reja qilib olganmiz. Ayrim sport inshootlarimizni qayta xatlovdan o'tkazib, ularda ta'mir talabiga bo'lganlarni ta'mirlash ishlari uchun mahalliy byudjetlardan mablag' ajratishni rejalashtirib oldik. Qishloqlarimizda ham kichkina bo'lsa ham sport bilan shug'ullanish uchun imkoniyat yaratib berishni biz o'zimizga maqsad qilib oldik. Barcha topshiriqlardan kelib chiqib, mavjud imkoniyatlarimiz va sharoitlarimizdan samarali foydalangan holda biz tumanimiz yoshlarini, o'g'il va qizlarni nufuzli musobaqalarda yaxshi o'rinlarni egallashlari uchun bor imkoniyatlarni ishga solamiz. Uzun tuman sport maktabida hozirgi kunda 21 ta sport turlari mavjud bo'lib, ularga malakali 36 nafar trenerlar saboq berishib kelyapti. O'zbekiston chempionatlari va kubok musobaqalari, xalqaro va Osiyo jahon chempionatlarida ishtirok etib, munosib o'rinlarni egallab kelishmoqda. Bundan tashqari tumanimizda sportning ommaviyligini oshirish, jismoniy tarbiya va sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish bo'yicha tumanimizda bir qancha ishlar amalga oshirilyapti. Bu misolida mana har bitta mahallalarda biriktirilgan murabbiylarimiz tomonidan ushbu tizimli 5 tashabbus olimpiadasi shu maktab bosqichi har bitta mahallalarda tashkil etilyapti. Yoshlarni sportga keng jalb etish maqsadida ta'lim muassasalarida turli uchrashuvlar, mahorat darslari va ommaviy musobaqalar tashkil etilmoqda. Yil davomida yuzlab musobaqalar va sport tadbirlari o'tkazilib, yigit-qizlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsad qilingan. Shuningdek, turli sport yo'nalishlari bo'yicha respublika bosqichiga chiqish imkoniyatini beruvchi tanlov va musobaqalarda faol ishtirok ham ta'minlanmoqda. Raqamlarga murojaat qilsak, bugungi kunda tumandagi sport maktabida 1525 nafardan ziyod yoshlar 23 ta sport turi bo'yicha muntazam shug'ullanmoqda. Shuningdek, tuman sportchilari respublika miqyosida o'tkazilgan musobaqalar 120 ga yaqin, xalqaro musobaqalarda esa 15 dan ortiq sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritdi. Aholining ommaviy sportga qamrov darajasi hozirgi kunda 32% ga yetkazilib, 61 mingdan ortiq yoshlar sport bilan shug'ullanmoqda. 5 tashabbus olimpiadasiga qamrov oxirgi 5 yilda 62% dan 95% ga oshdi. Parasport turlari ham bittadan 6 taga ko'paydi va qamrov darajasi 65% ga oshdi. Sport maktabi tarbiyalanuvchilari ham yaxshi natijalar ko'rsatmoqda. 2025-yilda 146 nafar sportchi respublika va xalqaro musobaqalarda sovrindor bo'ldi. 19 nafari Osiyo va jahon chempionati g'olibi bo'ldi. 2026-yilning birinchi choragidayoq 20 nafar sportchi respublika musobaqalarida g'oliblikni qo'lga kiritdi. Hozirgi paytda Uzun tumani sport maktabida futbol bo'yicha 8 ta murabbiy ishlaydi. 300 dan ortiq yoshlar muntazam shug'ullanib kelishadi. Bizning asosiy vazifamiz bularni viloyat chempionati, O'zbekiston chempionatlariga tayyorlab, O'zbekiston professional futbol ligalariga bolalarni yetkazib berish. 30 dan ziyod shogirdlarimiz hozir nufuzli klublarda o'ynab kelmoqdalar. O'zimiz Surxon jamoasiga ham hozir 5-6 ta bola yetkazganmiz. Prezidentimiz mana shuncha futbolga qilgan shart-sharoitlar uchun rahmat aytamizki, hozir mana qo'llab-quvvatlagan mana jahon chempionatiga ham chiqdik. Yoshlarga shunchalik imkoniyat, sharoitlar yaratgandan hozir iste'dodli futbolchilar juda ham yana ko'payib, qiziqishi oshib, hamma farzandlarini chaqib olib kelyapti. Endilikda seleksiya tizimini takomillashtirish doirasida ommaviy musobaqalarda ajralib turgan iqtidorli yoshlar saralab olinib, sport maktablariga yo'naltiriladi. Natijada sport bilan muntazam shug'ullanuvchilar soni yanada oshadi. Shuningdek, mahallalarda trener, seleksionerlar faoliyati yo'lga qo'yilib, yosh iste'dodlarni aniqlash va ularni rivojlantirish tizimi mustahkamlanmoqda.
Muhtaram prezidentimiz bizga shunchalar yaxshi yangiliklari, bizda seleksioner trenerlarni oyligini 7 milliondan 15 milliongacha ko'tarilib berishini va'da berdilar. O'zimiz ustimizda ko'proq ishlab, sog'lom turmushni targ'ibot qilib, sportga jalb qilib olib borishni o'z maqsadim deb qo'yib oldim. Sport maktabida badiiy gimnastika bo'yicha 3 yoshimdan beri qatnashib kelaman. Respublika chempionatlari, viloyat bosqichlari, tuman bosqichlarida qatnashib kelganman va faxrli o'rinlarni olganman. Maqsadlarim bor. Shu gimnastika bo'yicha ketaman va katta bo'lsam trener bo'lish niyatim bor. Xalqaro va jahon chempionatlarida qatnashib, yurtimiz bayrog'ini tepaga ko'tarish maqsadlarim bor. Shu yerga kelib, hamma mashg'ulot qilishini tavsiya etaman. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, sport nafaqat jismoniy sog'lomlik, balki yoshlarni vatanparvarlik, intizom va matonat ruhida tarbiyalashda muhim omil hisoblanadi. Muxtasar qilib aytganda, hududda sport sohasida amalga oshirilayotgan bu ishlar kelgusida o'z samarasini beradi va Uzun tumani sportchilari nafaqat mamlakatimiz, balki xalqaro arenalarda ham yurtimiz bayrog'ini baland ko'tarishda davom etadi.